Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Pepcraft. Bu ingichka, bu qo'ldagilar nima deysizlar mumkin. Bu meni pusetam. 4.200.000 qanchayam pulim bor. Shunaqa litralar kuchoyga yetganman. Undan tashqari Shalker degan narsalar bor, mana qaranglar. Mana Shalkerdagi nimalarni ko'rsataman sizlarga. Qaranglar, yaxshilab. Ko'ryapsizlarmi bolalar, buni sotsak ancha-muncha bittayam boy nima bo'lib ketamiz biz. Xullas, bu meni kilgan. Ana katta buldozer magnezim avtoplavkasi bor, ashi. Ana endi qilich yo'q, mayli, farqi yo'q. Shunaqa gaplar bolalar. O'zlarda nima gap? Hammasi yaxshimi? Bizda shuncha narsa bor, bola kuchaga yetganmiz. Undan tashqari ukamga narsalar berganman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Eng ko'p mistikka borgan Emirto 500 so'mliklar ochgan. Bu yerda eng ko'p o'ldirgan odam Mirlafa 2402 ta. Koley degan bitta odam bordi, O'zbekida 1772 ta o'ldiribdi, kuchaga yetibdi bu ham. Bu yerda boy bor, eng boyi. Krisheka xullas ekan. Qanchadir 160 million pul bor ekan. Bu eng ko'p o'ynagan Sulsik Krobo 350 ot o'tdi. Mo Krak kim bu? Meni Krak deb qo'yib ekan, mayli. Men anavini ko'rsatayim, balla Vibe'ni. Mana ko'rishinglar mumkin. 17-aprel 18:15 dan Vibe bo'lib o'tadi. Va bugun bizda 16-aprel. Vibe ertaga ekan. Shunaqa. Va biz bu yerdan o'lma narsa olamiz. Kirib turib bitta qimmatroq ikkinchi uruv. Bizda daraja aytmoqchi. Hozir daraja qayerdan topaman? Do'konga kirib ko'ramiz. Bolalar shunchaki bugun qandaydir asab buzilgan. Nima demoqchiman aytaymi? Chunki Vibe ertaga bo'ladi ekan. Shu 2 kunda eng kuchli bo'lib ketdim. Shunaqa ham bo'laman. Qanday alam qiladi-da bolalar. Like bosinglar, iltimos. Nolta narsamiz bor ekan. 100. İyi bor ekanmi XP. 299 ming o'zimizda bor ekan. Hozir ko'ramiz. Bor ekan bolalar. Endi ertaga borishimiz kerak. Vibe lekin bekor vibe bo'lyapti ekan. Bitta 3ta bizga yetadi. Va farqi yo'q bizga. Qancha bo'lsa ham. Endi kerak narsani tashlayveramiz.
Men spawnga borib shunchaki aytmoqchi. Refleks ko'rdinglarmi bola? Brat qo'lda sfera kuchli lekin. Nechi deyapti? Nima qilishimiz kerak? Bir narsalar deyapti-da bolalar. XP olaylik-chi. Yo'q ekan. Donat keys olsa-chi bo'lmaydimikin? Voy, bekor bo'ladigan-da. Bu yoqqa kirib ko'raylik mana. Gente, я Baş hiç benim bizga beryapti bola. Lekin вообще kuchliman. Qildi. Invest ko'rinmasligi, uchish, 2 EP, Unreal, Replaka, Fed, Grakov. Shunaqa. Talismanlardan mana shu Mash talismanni biz yasasak bo'ladi. Hozir ham bu sfera. Imo bizniki vash kuchli ekan-ku. Yo'q, emas. Mana kuchli ekan. Vash kuchli ekan. Endi biz bu yerdan talismanlarni ko'rib, totemga qo'yib turib milliarder bo'lib ketishimiz mumkin, lekin bir kunday foydasi yo'q. Ertaga vayb bo'ladi bolalar, vayb bolalar. Mening pochinka Shulker box 100 million hech kim ishlasa olmaydi hozir bolalar. Hozir bekor qo'ydi u bratimiz chiqagan. Bu yerga kirib turib, yo'q bu yerda olmaydi aytmoqchi talisman. Bu yerda bo'lsin, yo'q bu yerda ham olmaydi. Talisman. Talisman yo'q bu yerda. Yo'qmi talisman? Saniga qarab ko'rchi. Sfera bor ekan xolos. O'zimizga bitta normal qilib olaylik valla. Loading. Bolalar bugun video shulardan iborat edi. Har keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar. Alvido.